8. Kitap egisi o'z-o'zini aytidi. Ey olim dona, tilikim kelgusi avlodlarga tegishlik so'zlarimni qoldirish edi. Lekin bir fikr qarshi chiqib dediki, diqqat qil. So'zing xato bo'lsa, sana ziyon zahmat yetadi. Xalqning tili yomon, u gapingni qiladi. Kishilarning qiliqi hasadxo'r, go'shingni yeydi. Sapsilib qarasam, yukim yengilladi. O'zimga dedimki, so'zla, hamma so'zingni to'k. Nima uchun desang, sana aytay. Ey jasur qahramon, so'zimni anglag'in. İnsan yengiladiganligi uchun uning nomi yangliq bo'lgan. Yengilish, ya'ni yangliq inson uchun berilgan. Kim yengilmaydi? Menga aytib berginchi. Sana aytayki, yengiladigan kishilar tumanmingdir. Bilimliklar nihoyat az, bilimsizlar ko'p. Bilginki, idraksizlar ko'p, idrakliklar kam uchraydi. Bilimsizlar bilimlikka dushman bo'ldi. Bilimsizlar bilimlikka hasad qildi. Kishi bilan kishining zo'r farqi bor. Bu farq bilimdila ko'rinadi deyman. Ushbu so'zimni bilimliklar uchun so'zladim. Bilimsizning tilini o'zimmi bilmayman. Mening bilimsiz bilan qiladigan hech so'zim yo'q. Ey dana, men seninle xizmatkoring. Sana so'zimni so'zlashga ayminib, ushbu o'zrimni bayon qildim. So'zligicha ozadu ham yengiladi. İdrakliklar anglasa, o'nglaydi, tuzitidi. Söz tögü burnidek chuluklik narsaki, tögini qayoqqa yetilasa, shu yoqqa ketadi. So'zni bilib so'zliguchilar ko'p. Buni tushunguchilar men uchun bak azizdir. Hamma yaxshiliklar ilmning foydasidandir. Misali, bilim bilan ko'kkimi yo'l ochiladi. Hamma so'zingni bilim bilan so'zla. Hamma kishi bilimi bilan buyuk bo'ladi deb bil. Söz ko'k osmondan bo'z yerga tushdi. İnson söz bilan o'zini qadr-qimmatga ega qildi. Kishining ko'ngli go'yo tubsiz dengizga o'xshaydi. Bilim bo'lsa, uning tegida yotgan unchidir. Kishi dengizdan unchini chiqarmasa, u mayli unchi bo'lsin, mayli soyning teshi farqsiz bo'ladi. Bo'z yer qetidagi oltin bir toshdir. Agar qezib chiqarilsa, baglarning beshiga bezak bo'ladi. Bilimli kishi bilimni til bilan bayon qilmasa, uning bilimi yillab yozsimi, atrofni yo'rtanmaydi. İdraklik, bilimlik bo'lish nihoyat yaxshi narsadir. Agar uningga erishsang, ishlat, uchib ko'kka yet. İdrak va bilimning nima ekanligiga aqli yetgan al-yurt begi nima deydi? Angla. Jahon tutishqa idraklik kerak. Xalqni boshqarishga aql ham jasorat kerak. Jahon tutqichi jahonni idrak bilan tutdi. Xalqni boshqarguvchi ilm bilan boshqardi. Dunyoga odam zoti to'ralgandan tortib, idrakliklar yaxshi qonun turg'izib keldi. Bugungi qadar qaysi zamonda bo'lsin, bilimlikka yuksak o'rin tagdi. Kishilarning yomoni aql topsa tuziladi. Xalq ichidagi qalaymaqonchilik bilim bilan besiladi. Bu ikkisi kor qilmasa, bilimni qo'yda, ondan qo'lingni qilishga uzatqin. Olim dono baglar xalqqa bosh bo'lib, bilimsizlarning ishini qilish bilan hal qildi. Jahonni qo'lda tutmoq uchun kishi nihoyat idraklik bo'lishi kerak. Xalqni boshqarish uchun kishi bilim bilishi kerak. Bu ikkisini birlashtirgan kishi kamolatga yetadi. Komil dunyo ne'matlarining hammasiga ega bo'ladi. Agar har ikki dunyoni tilamoqchi bo'lsang, qo'lingdan kelsa, uning chorasi yaxshilik qilishdir.
Agar o'zing yaxshi bo'lishni tilasang, yur, yaxshilik qil. Boshqa so'zga hojat yo'q. Kishi mangulik yashamaydi. Nomi mangu yashaydi. Uning yaxshi nomi mangu saqlanib qoladi. O'zing mangu emas, balki noming mangudir. Noming mangu bo'lsa, o'zingmi mangulik bo'lasan.